Agrobiznesni qishloq hududlarida rivojlantirish. 5-film. Intensiv bog'dorchilik. Ushbu seriyada qahramonlarimiz Agrobek, Mahsulotxon va Hududboy o'z yerlarida mevali bog'lar yaratishni o'rganishga qaror qilishdi. Bog'dorchilikda agrobiznesni boshlash va xatolarga yo'l qo'yib, yiqilmasligi uchun qahramonlarimiz tajribali, usta Shuhratdan maslahat so'rashdi. Pakana olmalarni o'stirish uchun tuproq sifatli bo'lishi hamda sug'orish har kuni amalga oshirilishi kerak. To'g'ri ekilgan, yaxshi parvarish qilingan taqdirda har bir tup taxminan 20 kilogramdan hosil berishi mumkin. Yetishtirish oson va tanlangan joyda eng sifatli yetishtirish mumkin bo'lgan navni tuman yoki viloyatingizdagi mavjud intensiv bog'lariga borib aniqlash kerak. Texnika qancha yirik bo'lsa, qatorlar orasi shuncha keng bo'lishi kerak degan noto'g'ri tushunchadan yiroq bo'lishimiz kerak. Chunki bog' 15-20 yilni reja qilib tashkil etiladi. Agar mavjud texnika katta bo'lsa, uni kichikrog'iga almashtirish tavsiya etiladi. Bunday hududda bog' barpo etar ekansiz, avvalo uni sotish yo'llarini yaxshilab o'rganish kerak. Mevalar pishar ekan, ularni birdaniga sotish oson ish emas. Uni qaysi sovuqxonada va qanday saqlashni, qanday holatda sotishni oldindan hisobga olish kerak. Sifati past tuproqning unumdorligini tiklash mumkin va uni saqlab qolish uchun ko'proq kompost yoki chirigan go'ng berishga to'g'ri keladi. Yana usta Shuhrat tajribali agronom maslahatchi yollashni xarajatlarga qo'shishni tavsiya qildi. Chunki intensiv bog' chuqur agrotexnik bilimlarni talab qiladigan jarayondir. Sifatsiz ko'chatlar issiqqa yoki sovuqqa chidamsiz bo'ladi. Kasalliklarga tez chalinadi. Mevasining mazasi ham ko'ngildagidek bo'lmaydi. Yana bir muhim jihat, daraxtlarning hosildorligi past bo'ladi. Sizga hosilingiz mo'l, xirmoningiz ulkan, daromad va foydangiz yuqori bo'lishini tilab qolamiz.